Assalamu alaykum aziz vatandaşlarım, yaxshimisizlar? Hammamizga ma'lum bo'lganidek, xalqimiz ichida ilgirimi, hozirmi va bundan keyin davomlashadigan shu davlatimizning ismini qaysi shaklda atash eng muvofiq? Nima uchun Uyg'uriston deymiz va yoki nima uchun Sharq Turkiston demaymiz degan bundoq savollarga davomli uchrab turamiz. Shunga bunga har xil shaklda javob berib qolsak, belki biz Sharqiy Turkiston degan isim bilan da'vo va kurash ilib berayotgan ve bu isimga ishonadigan ve bu isimning keyinda turayotgan vatandoshlarımızdan ayrılıp qilishimiz yoki ularning partiyamizga kirishiga turtki bo'lmasligimiz, aksincha xato javob berib qilib partiya kirishdek bir qizg'inligiga to'sqinlik qilgan bu qilishimiz mumkin degandek naiti esil bir fikrini o'tirib qo'yibdi. Bu hakikaten bir cümle gap bilan javob bergili bo'ladigan bir mesele emas. Shundaqda men ilgari yezib e'lon qilib qo'ygan nima uchun Uyg'uriston deymiz degan bir tushanchamni orqasiga yo'llab qo'ydim. Bu konizikchi bo'lg'achqa men buni Uyg'urcha o'qib beray. O'rta Osiyodagi ba'zi qarindoshlarimiz konizik o'qilmasligi mumkin deb men buni o'qib berishni loyiq ko'rdim. Nima uchun Uyg'uriston deymiz degan bu savolga menimcha eng qisqa javob berishning birdan bir usuli hammamizga ma'lum bo'lgandek, bu Sharqiy Turkiston degan atalg'uni eg'izimizga olgan hamon qandaqda uning g'arbida yana bir Turkistonning borligi har qanday odamning esiga keladi. Hozir G'arbiy Turkistondagi Turkiya qarindoshlarimiz, Qozoq, Qirg'iz, O'zbek qatorli qarindoshlarimiz o'zlarining mustaqilligini elib hozir ozod, hur, mustaqil yashayotadi. Endi bu Sharqiy Turkiston ismi bilan biz davlat qurib, G'arbiy Turkiston birlashib Turkiyani markaz qilib va yoki boshqa bir turk davlatini biz o'zaro butkul Turkiya til sistemadagi qarindosh davlatlar hamkorlashib biz bir Türk birligini qura olsak. Andın butkul Türkiye til sistemadagi davlat qurgan qarindoshlarimiz o'zaro xuddi shu Amerika Birlashma Qo'shma Shtatlariga o'xshash xohlagan davlatlarga berib ishlasa yoki u yerga o'ltiraqlashsa yoki o'zlari turayotgan davlatidan chiqib boshqa bir davlatlarga berib yashasa, bunda bir erkin ko'chish, erkin yerlashish, erkin ishlash va davlatlararo boj kechirim qilish orqali her bir davlat o'zidan chiqadigan tabiiy boyliklari ve o'zlarining texnika ishlab chiqarish omillerini, moddalarini, o'zaro tovarlarni almashtirsa, u holda bu Türk birligi kuchayib, dunyo birligiga hissa qo'shadi. Albatta bu nuqtadan qarasak, Sharqiy Turkiston degan ism bilan biz bir davlat qura olsak va yoki G'arbiy Turkiston tarafdagi Qozoq, Qirg'iz, O'zbek, Turkiya til sistemadagi qarindoshlarimiz bir G'arbiy Turkiston qurib, abayman degandek biz Türk birligini qura olsak, u holda haqiqatan bir güzel ish bo'lgan bo'ldi. Ammo biz realistik amaliyotchan bo'lmog'imiz lozim. Mesela 1945-yil 2 ayning 7 kunidan 11 kunigacha o'tkazilgan Yalta yig'inida Amerikaning raisi Roosevelt qatorliq Angliya bir qaç davlatlarning hamkorlashishi bilan ochilgan bir yig'inda sobiq Sovetlar ittifoqi albatta u chog'da bizning mana shu Sharqiy Turkiston degan ism bilan davlat qursak, g'arbdagi turklarning mustaqillik jaqolaydiganligidan iborat bir haqiqatdan aynı vaqtdagi sobiq Sovetlar ittifoqi ve Yevropadagi bir qism demokratik davlatlar yana bir Osmonlining yoki yana bir Türk til sistemadagi millatlarning kuchayib dunyoga hukmronlik qilishdan ensirgan bo'lsa kerak. Shu vajidan biz bu Sharqiy Turkiston degan ismni isimdan foydalanib qurgan bu davlatimizdan ayrilib qoldik. 33-yil va 44-yil qurgan ikki qitimliq davlatimizdan. Demakchi o'g'lim, aziz vatandoshlarım, biz Sharqiy Turkiston degan ismga biz qarshi emas. U mayli biz qo'ngdayli, qo'ngdamayli, veya biz ishonayli, ishonmayli, veya to'g'ri bo'lsin, xato bo'lsin, u ikki qitim o'zining mustaqilligini mamlakatimiz tuprog'ida jaqalagan
yani 33. ve 44. resmi müstakilligini jakalagan iki qitimliq devletimizin ismi. Bundaq bo'lganken, bundaq bir tarihi isimni butunlay inkar qilmoqchi emasmiz. Ammo siyaset, tarix cho'qim bizning manfaatimiz, xalqimizning, millatimizning manfaati uchun xizmat qilmoq lozim. Tarixda o'tkazgan xatoliklarimizni takrorlash yoki tarixda ilib berib g'alaba qilolmagan, uning natijasi mag'lubiyat bilan oxirlashgan har qanday bir masalaga biz keynimizga bir qadam chekinib turib, nihoyatda salmoqliq ve sergeklik, intayin bir yuşarlık bilen qayta bir tarihi varaqlarını içip ko'migimiz lazım. Şunun için hazırki bizden tashqi dünyada elip baradigan kurashlarimiz ve bundan keyingi quradigan devletimizning ismi cho'qim bizning Uyg'ur millatining nomida bo'lmog'i lazım. Bu xalqaro qonunlarga tubdan uygun. Uyg'urlarning o'z ismi bilan davlat qurish haq huquqlari bor. O bizning resmi şu tuproqqa elmisaqdan tartib bo'lgan igidorchiligimiz ve to'liq mustaqilligimizning paketi. Onun için bizga hozirgi eng muvofiq siyosiy yo'l Uyg'urlar o'z nomida Uyg'uriston Cumhuriyetini qurish ve şu orqali o'zining mustaqilligini, ozodligini, to'liq hurligini qo'lga keltirgandan keyin ondan biz bir mustaqil bir Uyg'uriston davlatini qurib chiqib, davlat sistemlarini, aparatlarini ve devletimizin iktisadi, ijtimoiy, diplomatiya ve coğrafiyelik taraqqiyotlarini, xalqimizning turmushini, devletimizning fuqarolarining hal ahvolini yaxshilab bo'lgandan keyin, ondan biz hech qanday bir tashqi kuchlarning iqtisodiy, siyosiy ve diplomatiya ve tajovuzchilik kuchlaridan xoli holda biz G'arbiy Turkistondagi Qozoq, Qirg'iz, O'zbek qatorliq bizning Türkiye til sistemidagi millatlar bilan qurilgan davlatlar, Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekistondagi davlatlar bilan biz izchil bir diplomatik munosabat o'rnatib, kelgusida Turkiyani o'z ichiga olgan bir Türk birligini qurib chiqsak, nima ish qilmoqdak? Bizning hozir o'zimizning millatining nomida bir davlatni qurib, o'zimizni oldi bilan ozod qilmoqimiz lozim. Xitoy mana shundoq bizningki taraqqiy qilib, bizning vatanimiz Uyg'uristonning coğrafiyelik o'rni, siyosiy o'rni ve xalqarodagi o'rnining ne kadar muhimligini nazarda tutib, bizning Uyg'ur millatini tamamen yo'qotib, uning o'rniga do'ppi kiygan Xitoylarni ekilib Uyg'ur yasash orqali ularni uslo o'ynatib, dutta chaldirib, lag'man etkizib, bizning millatimizni qirib etib, tashqi dunyoga yangicha bir Uyg'urni ko'rsataman deb tayyorlik qilyapti. Bizning tashqi dunyoda buni talashadigan vaqtimiz emas. Ammo bizning Uyg'uriston Cumhuriyetçiler Partisi şunun için hozirgi tashqi dunyodagi inqilob ve kurashlarimizda ve xalqimizning haqiqiy to'liq mustaqilligini asliga keltirish yo'lidagi kurashda cho'qim Uyg'uriston Cumhuriyetini qurish eng muvofiq deb qaraganligi uchun biz bu Uyg'uriston Cumhuriyetçiler Partisini qurdik ve 6 ayning 15 kunisi qaror edilib, bu yıl 6 ayning 17 kunisi resmi şekilde Amerika'dan Uyg'uriston Cumhuriyeti qurilganligini dunyoga jakaladı. Aziz partiya daimiy komiteti rahbarlar, demakchi o'g'lim, sizlar yolg'izlar bu Uyg'uriston Cumhuriyetçiler Partisining daimiy komitetining rahbarlari bo'lib qolmay, aksincha sizlar biz 6 ayning 17 kunisi e'lon qilgan shu Uyg'uriston Cumhuriyetining parlamentining a'zosi sizlar. Biz yaqinda bu Uyg'uriston Cumhuriyetçiler Partisi daimi komiteti ve Uyg'uriston Cumhuriyeti partiya a'zolaridan tarkib topgan bir cho'ng qurultay o'tkazib, shu qurultayda biz oldin qitim mush partiyamiz e'lon qilgan Uyg'uriston Cumhuriyeti ve uning asosiy qonunlarini tuzish, parlamentlarni bekitib chiqish ve uning rahbarlik o'rinlarini turg'izish, uning davlat funksiyasini yasab chiqish ve uning tayyorlik xizmatlarini ishlashni biz oldimizdagi qurultayda resmi şekilde başlayımız. Şuna bizdeki hazır bütün vücudumuz bilen Uyg'uriston Cumhuriyetçiler Partisi'ni taraqqiy qildirish, kuchlantirish, ko'plagan partiya a'zolarini qabul qilish orqali bizning ittifoqlashganligimiz, o'mlashganligimiz, birlashganligimiz ve birlashalaydiganligimizdan iborat bunday bir haqiqatni bütün dunyoga anglatmamız lazım. Onun için bizni birleştirdiğin bir narsa var. Bu bo'lsa bu vatan mening vatanim.
Menden başka hiç kandak bir küç, hiç kandak bir sınıf, hiç kandak bir grup ve hiç kandak bir hakimiyetin o hükümranlık kılışıga mutlak ruhsat yok degan muşum ideologiya aslında jığıla alırsak, o halde biz alım Xitay komünist hakimiyeti yakında çokum parçalandı. O parçalanıp komünist hakimiyeti ağıtırıp taşınıp bir demokratik bir hakimiyet, hazırki komünist hakimiyetinin orduga çıksa, o halde biz xuddi Mavzudan Xitay aynı vakitte bizning inqiloblarimizni, kurashlarimizni yig'inchoqlab, 3 viloyat inqilobi, Jungu ozodlik inqilobining bir qismi degandek, yana bir Xitay yaqinda chiqib shunday bir xulosa berdiki, Uyg'urlarning tashqi dunyo va vatan ichida ilib qolgan barliq inqilob va kurashlari demokratik Jungu'nu eslik keltirish inqilobining kurashlarining bir partisi degandek bir xulosa bilan bizni yana o'zining mangulik avtonomiyasiga aylantirib oladi. U chaqda hozirgidan bir qadar xalqimiz yaxshi turmushda yashashi mumkin. Hozirgi kommunistning qo'li qaraganda bir qadar taraqqiy qilishi mumkin. Ammo yana u qo'l bechora yashaydi. Shuning uchun bu vatan mening vatanim. Mendan boshqa hech qanday bir kuch, hech qanday bir sinf, hech qanday bir guruh va hech qanday bir hokimiyatning hukmronlik qilishiga mutlaq ruxsat yo'q degan bu ideologiyani chin tursak, xuddi har bir Uyg'urning o'ylasida birdan atom bombasi bordek, biz hech qachon dushmanimizga aldanmaymiz. Xitoydan Xitoy yaxshi ekan, sistemdan sistem yaxshi ekan degandek, ilgirki tarixda o'tkazgan xatoliklarni yana qayta hech o'tkazib qolmaymiz. Shuning uchun bizning vazifamiz bu ideologiyani, bu ideyani xalqimizga singdirish ve onu terak kıldırır. Köplep partiye azalarını kabul kılış arkalık, 100 milyonlarca, milyonlarca partiye azalarını yığıp, Uyguristan Cumhuriyetçiler Partisi'ni güçlendirip, onun yakında açılan kurultayı arkalık, Uyguristan Cumhuriyeti'ni resmi şekilde ilan kılıp boğan bu Cumhuriyetimizden resmi devlet fonksiyasını tüzüp çıkınız vatandaşlarım. Onun için biz kuşamamız lazım. Onun için biz tırışmamız lazım. Onun için biz hemkarlaşıp birlikte kol tutuşup mana şu biz oturup koygan partimizin en yüksek ideolojisini halkımızga intayin temkinlik bilen, salmaklık bilen ekstayını düşendirmemiz lazım. Biz hiç kandak bir teşkilatga karşı durmaymiz. Hiç kandak bir şahsga karşı durmaymiz. Ve hiç kandak bir teşkilatının qaysi şekilde oturup çıkışından qat'i nazar biz ularga hiç kaçan karşılık bildirmeymiz. Eğer o vatanını satmagan, halkıga asilikli kılmagan bolsa. Bizning bu tashqida ilib borayotgan da'vo, inqilob va kurashlarimiz qandaqdir hammamiz yig'ib bir suratga sililish emas. Meyli kişilik hukuk davası ippagan teşkilatlar kişilik davası, hukuk davasını ipperi versin. He? Meyli insan hakları davası ilip borayotgan teşkilatlarımız insan hakları davası ilip borsin. Meyli bazı teşkilatlarımız Şarkı Türkistan degan isim bilen dava ilip borsin veya ki Uyg'uriston degan isim bilen dava ilip borsin. Veya ki Uyg'uriya degan isim bilen dava ilip borsin. Qandaq dava ilip berishdan qat'i nazar bizning düşmanimiz ortak ve bizning mustaqilligini asliga keltirmoqchi bo'lgan ona tuprog'imiz ve vatanimiz bir. Onun için bizning dinimiz bir, tilimiz bir, imanimiz bir, düşmanimiz bir, tuprog'imiz bir oladigan bo'lgankan qolgan uşak o'xshamasliklar hech qancha cho'ng masala emas vatandoshlarım. Ama vatanimizni haqiqiy ozodlikka erishtirish uchun dushmanga qattiq zarba beradigan chog'da cho'qim biz mayli qaysi isim bilan da'vo etib berishimizdan qat'iy nazar biz dushmanga qarshi darhol ittifoqlashmagimiz lozim. Darhol birlashmagimiz lozim. Mana shunday qilgan chog'imizda biz o'tirimizdagi ba'zi bir o'xshamaslik, kichik masalalarni talashib o'tirib, haqiqiy dushmanimizdan yiroqlab ketish, haqiqiy intiqomimizni ilishdan yiroqlab ketish yoki haqiqiy tajovuzchi dushmanni tuprog'imizdan tamamen qo'g'lab chiqarishga sarf qiladigan energiyamizni, quvvatimizni bir arzimas ishlarga sarf qilib, dushmanimizni xo'sh qilib, xalqimizning bir millat sifatida tamamen qirilib ketishdan iborat bundaq bir ichinishli tragediyalik davrda xatolashishdan oldin olmamiz lozim aziz vatandoshlarım. Şuna men barliq partiya rahbarlari va partiya a'zolaridan intayin sagak turmog'imizni, siyosiy engimizni o'stamligimizni, ozroq tarix o'qib qo'ymog'imizni talab qilaman.
Eğer biz şundak bir ideya, bir ideologiya aslında Kur'an tutup kasem verip kirgen bu partiye iken bunu qoğdaş hemimizden mecburiyeti. Bunun şerpini qoğdağanlığımız, özümüzün şerpini qoğdağanlığımız. Bu partiyemizin numusunu qoğdağanlığımız, özümüzün ailesinin numusunu qoğdağanlığımızla okşaş kırındaşlarım. Şuna, eğer bizden doğru niyetle, samimilik bilen sual sorulan her kandak kırındaşlarımızga biz her vakit cevap verişki teyyarız. Eğer bizge hakaret kılıdıgan, yoki bizge maksatlik halda hücum kılıdıgan ve düşmanlık kılıdıgan adamlar bolduken ve onu bayqaydıkenmiz, biz ularga yine ilmi şekilde tenkit ve terbiye berimiz. Eğer çok anlamasa, biz ular bilen hiç kandak işbirliği yapamayız. Mana bu bizden prensipimiz. Biz hiç kaçan özümüzden fikri okşamagan, ama düşmanı bir olgan hiç kandak bir teşkilatını yoki şahsını özümüzden karşısına almayımız aziz vatandaşlarım. Xudo abayman degandek, vatanini satmagan, xalqiga asilik qilmagan her kandak bir şahs ve teşkilat bizning jinimiz, bizning qinimiz, bizning 5 a'zorimizning biri deb qaraymiz. Onun için aziz vatandaşlarım, bizning partiyamizning taraqqiy qilib 100 minglarcha, milyonlarcha partiya a'zosini o'ziga yig'algan chig'ida biz xalqarodagi diplomatik sahnlarda intayin yaxshi bir o'ringa chiqqan bo'lamiz. Ve xalqarodagi har qanday bir davlat bilan ko'rishgan chig'imizda biz o'zimizning bir ittifoqlashganligimizni, o'mlashganligimizni, birlashganligimizni ko'rsatish orqali bu millatga yordam bersak, bularda ish bor ekan degan bir narsani anglata olamiz vatandaşlarım. Eğer hozirgidek biz chuvalchaqlik bilan, biz hozirgidek ittifoqsizlik bilan, biz bir teşkili intizam ve tüzüm ve bir uyuşuş bir ittifaklıkni qo'lga keltirmay turib hech qanday bir davlatning yordamiga erishmaymiz. Bizga yordam qilmoqchi bo'lgan va qilayotgan va qilishni o'ylashayotgan har qanday bir davlat oldi bilan o'zining manfaatini va o'zining fuqarolarining manfaatini birinchi o'ringa qo'ydi. Unda bo'lgankan biz bu vatanning dardini tortayotgan, bu yerdagi dushmanimiz Xitoyning tajovuzchiligi, irqiy qirg'inchiligiga uchrayotgan, hak hukuklarımız depsende kılınatkan bir millet bo'lganken biz oldi bilan o'ttirga chiqmamız lazım. Biz ittifaqlashib qarshi turmamız lazım. Biz birlik ittifaqligimizni kuchaytirmamiz lazım. Bo'lmasa bizga hech qanday bir kuch yordam berishga jur'at qilolmaydi. Shuna yana bir qitim ta'kidlaydiganim, aziz partiya a'zolari va rahbarlari, buni deykinki bizningki inqiloblarimiz va kurashlarimizda biz ittifaqlikni eng muhim deb ta'kidlaymiz. Biz hech qanday bir tashkilot va shaxsni u vatanni satmagan, millatiga xayrlik qilmagan bo'ladi ekan, biz uni qarindishimiz, do'stimiz deb sanaymiz. Shuna hemen qo'limga telefonda Apple tayyorliqsiz so'zlab qo'ydim. Agar fikr xatolashib qolgan bo'lsa, meni kechiringlar. Shuna hammamizlarga Allohning go'zal salomlari bo'lsin. Allah bundan keyingi ishlarimizni yor va yordamchimiz bo'lsin. Ko'pchilik rahmat.